Rasman Real Madrid bugun Xabi Alonsoga so'nggi imkoniyatni bermoqda. La Liganing 16-tur doirasida bo'lib o'tadigan Alavesga qarshi safardagi o'yinda Xabi Alonso ijobiy natija qayd etmas ekan, mag'lubiyat yoki bo'lmasam durang g'alaba qozongan taqdirda ham juda ham passiv o'yin, juda ham slabiy o'yin ko'rsatadigan bo'lsa, Xabi Alonso ertadan boshlab iste'foga chiqarilishi mumkin ekan. Buni ommaviy axborot vositalari AS va Marca nashrlari tarqatmoqda. Ispaniyaning mashhur nashrlari, El Chiringuito nashri ham bu narsani tasdiqlagan. Agarda Xabi Alonso jamoada o'zining o'rnini va o'zining tizimini bugungi o'yinda ko'rsatmaydigan bo'lsa, Florentino Perez uni iste'foga chiqarishi mumkin ekan. Chunki so'nggi 10 ta o'yinni olib qaraydigan bo'lsak, bu Xabi Alonsoning iste'fosidan darak bermoqda. Chunki 5 ta durang, 2 ta g'alaba, 3 ta mag'lubiyat. 3 ta mag'lubiyat. Cityga qarshi, Celta Vigoga qarshi, undan tashqari yana kim bilan mag'lubiyatga uchradi? 3 ta mag'lubiyat bor, qarochi. Undan tashqari durang. Celta Vigoga qarshi juda ham sharmandali mag'lubiyat. Bu Real Madrid muxlislariga ham, rahbariyatiga ham, futbolchilarga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Futbolchilar ichida bilmadim, qanaqangidir seni menga boradigan bir o'rtada egolar bor, o'shalar qandaydir rol o'ynamoqda. Xabi Alonsoda balkim ayib yo'qdir. Himoyachilarni ham bahona qilishi mumkin. To'g'ri, himoyachilar yo'qligi ham bor narsa. Lekin Celta Vigoga qarshi himoyachilar joyida edi. O'sha joyida edi. Alvaro Carreras jarohat olib chiqib ketmasdan oldin hammasi joyida edi. Ungacha ham imkoniyat bor edi. Birinchi taym nima qildi degan savol bor mana. Agar Alvaro Carreras qizil kartochkasi bizga to'sqinlik qildi, Fran Garsiani qizil kartochkasi bizga to'sqinlik qildi degan taqdirda ham birinchi taymda umuman imkoniyat yaratgani yo'qligi bu Xabi Alonsoning jamoadan ketish kerak degan savolni oldinga surayotganligidan dalolat. Siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi o'yinda Real Madrid nima qila oladi? Xabi Alonso qolish kerakmi nima bo'lgan taqdirda ham yoki ketish kerakmi? O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Meni fikrimcha, agar menga qoladigan bo'lsa, jamoadagi himoyachilarni bir qaytarib, Xabi Alonsoning yana bir o'yinini ko'rish kerak. Meni fikrim. Siz o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Vinicius o'rtasida ham qandaydir muammolar bor. Ularni keyingi videoda aytib o'taman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 10 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. O'z yordaminglarni ko'rsatasizlar degan umiddaman. Hala Madrid, Olga Madrid 10 mingta bo'laylik. Xudo xolasa Real Madrid